Kech barchaga yaxshimisizlar? Charchaman, eson-omonchilar tugatonglar. Hop, mana demir do'kum katerli ko'pchilik biladi. Faqat demir do'kum sotaman. Demir do'kum bilan ishlayman. Hozir buni konsentratsiyoniy kelganda bu to'g'risida o'shacha ma'lumotim yo'qligi uchun juda ko'p ham aniq qilmagandim. Buni to'g'risida to'liq ma'lumotni olgandan keyin endi qo'rqmasdan tavsiya qilaman. Chunki gaz, havoni ko'p konsentratsioniy katerlarda ruchnoy настройка qilinadi. Bularda avtomatik o'zi havo bilan gazni o'zi настройка qilib olar ekan. Yana bitta yangilik kater kelgan ekan. Mana eng katta yana bir narsaga e'tibor qilamiz. Patolimiz O'zbekiston uchun qulay bo'lgan sharoit 1 millibargacha bo'lgan, 1 millibardan past bo'lgan gazda ham bemalol ishlaydi bo'ladi. 1 millibarga ishlaydigan kater ekan. Zavodda buni spitani qilib, buni videosini jo'natishdi. Men buni YouTube kanalimga joylayman. YouTube'da to'liq videoni ko'rasizlar, keyin xulosa chiqazasizlar. Xudo xolasa tez kunda bu katerni ham olib kelamiz. Bizni kuzatishda davom eting.